Assalomu alaykum qadrdonlar, navbatdagi mushlarimiz mana gazel ko'rib turganingizlar yaxshigina urilgan krilo plastmassa ekan. Buni ekrani ham ketgan, buni televizor deydi, ekran deydi, radiatorlar ekanimiz joyida turibdi lobislar. Oldi bamper boshqa bo'ladi. Kapotam mana ketgan, kapotam. Petli ham ketgan. Dahshat. O'ta dahshat. Trekkerga bir urgan, trekkerda dabdalasi chiqibdi, kapot orqa bamperlari. Hozir kunda trekkerga 1200 dollar pul ketgan usta haqqilari bilan orqa kapot boshqa qo'yishgan. Endi buni qalatdilar aka. Shunaqa gaplar. Trekker biz qilmaydi, uni boshqa yoqda qilingan. Biz buni qilibdik. Xo'p, mana endi rixtovka qilib, buni qotmadi ekan, mana qotadigan qilib chiroyli qilib qo'ydim buni ham, yopishib yotgan. Petlarni salbasi ham qofiyasini keltirib qo'yiladi. Mana o'zi shunaqa bukru bo'lar ekan o'zi. Bag'i ham o'zi shunaqa bo'lar ekan. Buni endi kapot unni o'rnatib ko'ramiz, bilamizda. Mana aytganimda nerga taraf bunaqa jo'ttamda sinib ketganda. Mana ko'rsizlar, mana emasingda. Endi xudo xo'ja zakaz berishib Toshkentdan olib kelishadi uni. Ungacha mana shunaqa holat. Endi o'zi oldi kapotni bag'da rixtovka qildim mana bu yerda. Xudo xohlasa oldi kapotni o'rnatamiz. Oldi kapotni rixtovka qilib turamizda. Mana qadrdonlar, xudo xohlasa mana mo'shlarimiz ham yerlari, joylari o'xshadi. Yangi krilo berishdan krilolar o'rnadi deyarli. Ekrani ham o'rnadi. Yo'qlar qotmayman, qotsa hozir joyiga tushadi. İnşallah. Mana shunaqa gaplar. Endi mana kapotni kirib chiroylab rixtovka qilib shpo'ylab kras qilishimiz kerak. Kapot krilo tez deb kras qilsak, iloji bo'lsa bugun qaytib qilin deyishdi. Bugun ulgurmaymiz, ertaga xudo xolasa. Obyektlardagidek topib berib o'raydigan qilamizda. Bamperimiz mana yap-yangi. Mana televizor ekran singan, mana yangisi. Shunaqa gaplar qadrdonlar kuzatib bo'ringlar. Assalomu alaykum, yana bir bor qadrdonlar. Xudo xolasa mana qoram yo'qdi, Xudoga shukr. Qor kunlagan yetib keldik. Mana xudo xolasa mana mo'shlarimiz ham tayyorlar. Inshaalloh birozdan egalari kelib ketadigan bo'lganlar. Nusi bor qadrdonlar. Men kraska qildim, endi mana rangi ochroq bo'libdi bunga nisbatan. Ochroq. Endi bilmayman, aytib ko'raman. Bo'laydi desalar, chunki rabochiy mashina ekanda, o'zi market ishlar ekan. Tez qilib berish kerak ekan, erta Toshkentga yetib borish kerak ekan, bugun chiqib ketib bitta. Shu sababdan kursullar qani nima deylar? O'zi mana yoqda ham o'zi mana ochroq mana kursullarmi? Shundoq ham. Bu ham bundan ham ochroq. Shu bu ham yangi sepkani shunab turgan menimcha, keyin o'zi mana holat kelgan. Ya'ni ozginadagi o'xshab ketadi bag'i ham. O'sha singari qo'yish kerakdi, qo'rayish kerakdi. Qoraysa, qo'ysa, o'xshab ketadi. Xullas kalom. Qadrdonlar, kimga shunaqa ishlar kerak, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa bexijolat, chiroylab qilib chiqaveramiz. Har doim aytganimda, bizga hech qanday mashina farqi yo'q. Katta mashina, kichkina mashina, Jigulimi, boshqami farqi yo'q. Shuni qilish kerak deyilsa bo'ldi, shuni qilamiz, bajaramiz. Alloh qodir qilgancha, Alloh izmiylar. Qadrdonlar, obuna bo'lganlar obuna bo'linglar, podpis qilib qo'ying, Telegram kanaliga obuna bo'linglar. Sog' salomat edib ko'rishguncha.